Aprel oyida tug'ilgan insonlar bu bahorning eng yorqin ne'matlaridan biridir. Ular tabiatan jasur, qat'iyatli va hayotda o'z yo'lini topa oladigan kuchli shaxslardir. Aprel insonlari samimiy va ochiqko'ngil bo'lishi bilan birga o'z qadrini yaxshi biladigan insonlardir. Ular do'stlikda sodiq, yaqinlariga mehribon, lekin hech qachon o'z prinsiplaridan voz kechmaydi. Aprel odamlari tug'ma lider. Ular har qanday joyda o'z o'rnini topa oladi. Eng muhimi, ular yuragida katta orzular bilan yashaydi va bu orzularni ro'yobga chiqarish uchun hech qachon to'xtamaydi. Aprel oyida tug'ilganlar sevsa, chin yurakdan sevadi, boricha sevadi, boricha kuyadi, oxirigacha boradi. Ammo befarqlikni hech qachon kechirmaydi. Lekin bir narsani unutmang, agar ular qalbidan chiqib ketsangiz, qayta kirish juda qiyin. Chunki ular sevishni biladi, lekin unutishni ham o'rganib qo'ygan. Aprel oyida tug'ilganlarning ko'pchiligi juda mard bo'lishadi. Agarda ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, hoziroq like bosing. Siz ham aprel oyining qaysi sanasida tug'ilganingizni izohlarda yozib keting va Begali Imomnazarovga obuna bo'ling.